xuddi DTMga o'xshaydi, lekin top universitetga kirish uchun ishlatilayotgan test hisoblanadi. What's up everybody? Man Sevinch Tolipova va man SIT content creatorman. Guys, bugun sizlar bilan SIT o'zi nima degani? SIT o'zi DTMga o'xshash test, lekin bizlar top universitetga kirish uchun bizlar topshiramiz bu SIT testni. Va buni sizlarga 1600 gacha bo'ladi. 400 dan 1600 gacha test topshiramiz. Va bu bizlarni kirishimizga juda katta urg'u berishimiz kerak SITga. Chunki deganda bu kirishimiz 80% bo'lishi mumkin top universitetga. Lekin baribir bizlar portfolio qilishimiz kerak. SIT topshirish bu judalarda muhim hisoblanadi. Top universitetga kirmoqchi bo'lsangiz. SIT dan bizlar 3 ta top fanlardan bizlar qilamiz. Ya'ni 3 ta skill da bizlar tarjima qilamiz. Birinchisi bu reading, ikkinchisi bu writing, uchinchisi bu mathdan qilamiz. IELTS bilan compare qilganda IELTS sekinroq o'sadi SIT dan ko'ra. Ya'ni sizlar IELTS olmoqchi bo'lsanglar, yillab tayyorlansanglar, misol uchun aytaylik 1200 dasizlar SIT dan 1400 dan birdan chiqasizlar guys. Va IELTS esa sizlar misol uchun 7sizlar. 7,5 da где-то sizlar 3-4 oy sarflaysizlar vaqtlaringizni. SIT da 200 ballga osish uchun bizlar 1 oy sarflaymiz. Xo'p, va sizlarga nima demoqchiman? SIT ga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsanglar, men webinar o'tkazyapman. Xo'p, bu bo'ladiki 29, 31 va 2-iyullar. Qatnashmoqchilar uchun linkini kommentariy qismida qoldiraman. Xo'p, thank you so much for watching this video. Thank you so much. Goodbye everyone. Take care guys. Bye.